Hozir hammaning og'zida bo'lgan CRM sistemasi o'zi nima? Bu haqda bilib olishni xohlasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. CRM bu inglizcha so'z bo'lib, Customer Relationship Management, ya'ni CRM dan iborat. Buning ma'nosi mijozlarning menejmenti, boshqaruvi degani. Xo'p, biz mijozlarni qanday boshqaramiz? Biz birinchi kelgan mijozga xizmat ko'rsatamiz. Yaxshi. Keyinchi mijoz ketadi. Shu bilan biz u bilan boshqa ko'rishmasligimiz mumkin. Lekin chet elda bunday emas. Mijozning sodiqligini sizdan doimiy xaridlar qilib borishi uchun bizga bu sistema qon tomiridek zarur. Chunki bu sistemani yordami bilan biz o'sha mijoz haqidagi ma'lumotlarni o'zimizda saqlab qolamiz. U bizdan qachon xarid qildi, nima xarid qildi, yana qanaqa narsalarni xarid qilishi mumkin, biz unga qo'shimcha nimalar taklif qilishimiz mumkin va biz xizmatimizni mijozga to'laqonli yetkazdikmi? Bizga hamma mijozlarimizga to'laqonli xizmat ko'rsatilyaptimi? O'z vaqtida xizmat ko'rsatilyaptimi? Biz qanday qilib mijozlarimizning hurmatini, ishonchini va doimiyligini qozonmoqchi bo'lsak, CRM bizga albatta kerak bo'ladi. Bu sistema sizga qachon zarur bo'ladi va uni qanday yo'lga qo'yish kerakligini bilmoqchi bo'lsangiz, videolarimizni kuzatib boring.